aynan sizda tanlash imkoniyati bo'lganda Malibu'ni tanlardingiz yoki GAC Ion S Plus'ni tanlardingizmi? Bizda ikkalasi ham mavjud. Men sizlarga bitta mashinani chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilaman. Mashinamiz to'liq elektr, tokda 510 km yuradi. Eng full pozitsiyasi bo'ladi. Aynan shu mashinani minishni o'zim sizlarga tavsiya qilaman, chunki bu Xitoyning eng ishonchli brendi bo'ladi. Mashinamiz yumshoqligi, menimcha O'zbekistonda bunaqa yumshoq mashina chiqmasa kerak. Yumshoqligi, tortishi, xullas shofyorga bo'lgan udobstvasi juda ham chiroyli qilingan. Sifatiga Xudo xohlasa bemalol 1 yilgacha o'zi MBN'da o'zi garantiya beradi. Top-toza mashinamiz, narxi vobshe shikolat narxi beryapmiz. Agar Nasiya savdoga mashina olmoqchi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki bunaqa chanslar faqat MBN'da bo'ladi. Eng arzon ko'rgan joyimiz 235 million so'mga ko'rdik, lekin MBN jamoasidan bemalol $18,900 ga xohlasangiz naqd pulga oling, xohlasangiz Nasiya savdoga oling. Menimcha bunaqa narx faqat MBN'da bo'lsa kerak. Izohlarda o'zingizning fikringizni qoldiring. Malibu ma'qulmi yoki ana shu ko'rib turgan mashinalaringni olib maza qilib menga ma'qulmi?